yil oldin men bu mashinamni 65 ming dollarga xarid qilgan edim, lekin hozirda bu mashinaning narxi teng yarmidan past narxda, где-то 30 ming dollar atrofida bo'lsa kerak. Shu sababli men pulimni bu safar qimmat mashina uchun emas, yangi mahalladan yangi uy xarid qilish uchun sarfladim. Yangi mahallada siz 43 kvadrat metrli xonadonni xarid qilib, boshlang'ich to'lov atiga 63 million 700 ming so'm to'lov qilasiz va qolgan summani esa 60 oy mobaynida oyiga atiga 3 million 400 ming so'mdan to'lab borasiz. Va bundan tashqari mustaqillik bayrami munosabati bilan bitta 58 va bitta 82 kvadrat metrli xonadonlar remonti bilan va Kia K5 avtomobili o'ynaladi. Yangi yil bayrami munosabati bilan esa ikkita 58 va ikkita 82 kvadrat metrli xonadon remonti bilan va Lit 9 avtomobili o'ynaladi. Shartlari bo'lsa juda ham oson. Shunchaki yangi mahalla turar joy majmuasidan uy xarid qiling va siz ham ishtirokchiga aylanasiz.